Bu shaharda hech kim yo'q. Nahotki inson o'ziga hamdard, hamfikr, sirdosh topolmaganidan o'zini shu darajada yolg'iz, millionlab insonlar ichida hech kimi yo'qdek his etadiki, go'yo u uchun shahar bo'm-bo'sh, kimsasizdek tuyuladi. Ushbu asarda insonning ichki bo'shlig'i, yolg'izlik va begonalashuv hissi juda sokin, lekin chuqur ifoda etiladi. Muallif shaharni faqat makon sifatida emas, balki ruhiy holat sifatida tasvirlaydi. Go'yo odamlar bor, ammo ular yo'q. Shunda dini, yoshi, millati, dunyoqarashi tubdan farq qiladigan saraton kasalligiga yo'liqqan yosh yigit bilan suhbatdosh bo'ladi-yu, hayot aslida juda go'zal, mehrli odamlar ko'p, taqdirga e'tiroz bildirmaslik, aksincha o'zidagi bor ne'matlarni qadrlash kerakligini, har bir ishda hikmat borligini anglab yetadi. Kitobdan olinadigan asosiy mazmun shuki, inson ko'pincha odamlar orasida yashab ham yolg'iz bo'lishi mumkin. Qahramonning kechinmalari orqali ichki sukunat, iztirob va hayot ma'nosini izlash jarayoni ochiladi. Har bir tasvir, har bir fikr ortida seziladiki, sokin og'riq bor. Bu shaharda hech kim yo'q. Albatta bor. Bu shahar mehribon insonlar bilan to'la. Hammaning yonida uni qadrlaydigan, yiqilsa tirgak bo'la oladigan kimdir bor. Shunchaki uni ko'ra bilish lozim. Asardagi ifodalar sodda, lekin og'ir ma'noli. U o'quvchini majburan emas, asta-sekin o'z ichiga tortadi. Yolg'iz, qismatidan norozi, alam va iztirobdan qalbi isyon qilayotganlar ushbu kitobni o'qigach, go'yo kimsasiz sahrodan oqibatli, mehr va muhabbatli insonlarga to'la shaharga tushib qolgandek his qiladi o'zini. Aziz kitobxonlar, qo'lingizdagi ushbu asarni o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz.